Ey Juma, o'ylay senga prava bermaydi bular. Nimaga bermaydi? Sen kessak-ku, o'qishni bilmaysan, yo'lishni bilmaysan, soatni bilmaysan. Otimni bilaman-ku. Otingni bilganing kamlik qiladi-da. Sen ham kessak-ku, sen o'qasan-ku. Men sanashni bilaman-ku. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Aka, bunga ham prava berasizmi? Bunga nima qilgan? Aytaveraymi? Yo'q, aytma. Mana bu harf qaysi harf? 8. Ha, tushunarli. Demak, sizlar bilan maxsus xodimimiz shug'ullanadi. Shehrona. Men hozir kelaman. Yura, meni ham olib ket. Sen qayerga ketasan? Sen bilan отдельно shug'ullanamiz. Qo'ling ustoq beshga, jima degani berapsiz-da. Mana bu nechi? 8 deyapman-ku. Nima? 8? Endi bildim, 18. Ulgurmayapsan-ku. Qanaman bu? Ulgurnasanmi? Nechi? 88. Tinchlikmi? Nimadan xavotrdasiz? Xuddi bir meni hayolimga ana semiz Jumani jiddiy aytganini o'ylayapti. Hech xavotir olmang. Bizning ekspertiz kursimizda malakali mutaxassislar faoliyat olib boradi. Yo'q. Bizning kuchli mutaxassislar do'stingizni 10 kun davomida o'qitib 100% lik imtihonga tayyorlab berishadi. Musrofkada o'tkazib paketga solib bermasak o'rga. Hech xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Favorotda joylashgan Zafar restorani ro'parasida prava o'quv kursi desa, hamma bizni biladi. Yura, mana prava oldi. Endi nima qilasan? Yugurib olaman. Qanday aychasidan? Avtomatida.